Boshlang'ich 400 bilan chiqar ekan. 2600 ekan. 2019-yil ekan. 316 ming yurgan, 8700. Shumkasi ham bor ekan. 3100 ga bermayaptilar, xo'p. 3,5 so'rashyapti. Nomerlarni olib qo'ygan. Tetib qo'ying narx aka, ko'rmazdi qolishsin. 2800 ga beramiz. 2800 ga mashinani qarang. Bundoq. Akam bilan Instagramda urushib talashib 3000 ga qo'ydiruvdilar. Endi hozir ko'ramiz narxini. Assalomu alaykum hammaga. Bugun YouTube kanalimizga, Mashina bor kanaliga birinchi videomiz zamonimizni Mashina bozor kelganmiz. 2026-yil 3-may sanasidagi bugungi mashina bozoridagi hamma narx-navlar bilan qo'ldan kelgancha tanishtirib, egalari bilan savdolashib qo'yib boramiz. Biz endi aslida birinchi endi Jigulilar qo'yib ko'tarilganmiz. Instagramda bizani ko'rgan ko'pchilik bilishadi. Instagramda Jigulilar qo'yib Jigulining orqasidan ko'tarilgan bolalarimiz. O'shaning uchun ham bozordan birinchi bo'lib Jigulilardan boshlaymiz. Sekin ketdi u yog'iga. Bundan 07'miz bor ekan. Aka, assalomu alaykum. Siz charchayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi aka? Yaxshi yuribsizmi? O'tgan oddiy ham ko'ruvdim. Nech pul so'rasiz? 2800 so'rayman. Yili 2004. 2004 injektori. Yo'q, karburator, konditsioner, hamma narsa. Ha, konditsioneri bor edi. Bugun motor qo'g'ildagan mashina. Konditsionerlar bor, karburatorda 2004-yil 03 silindli motor turibdi. 03 silindli motorli degan. Mashina yaxshi ekan. Mashina yaxshi. Nech pul qilib berasiz aka? Astoydil siz obunachilaringizga aka 2500 olishsin. Lekin Undan kami yo'qmi? aylangan o'zi. Undan kami yo'qmi aka? 2500 olishsin, baraka. Geli ham bor. 2500 baland. Sal baland aka. O't berasiz ustidan yana aka. Nari beri kelib qolsa. Astoydil aytmoqman, 3,5 ga aylangan. Nomeringiz bormi? Nomeringiz bormi? Nechchilik? 88. 88lik 088 088 9308. 9308. Okalar, 07 mashinamiz 2004-yil konditsionerlida holati yaxshi, suylari ham butun holati yaxshi ekan, butun mashina. Nomerlarni ko'rdinglar, kelib bemalol baraka qolsanglar bo'ladi. Aka, rahmat. Sog' bo'ling, xo'p aka. Xo'p, hamda ko'kimiz bor ekan. Rangi zo'r ekan. Ishlarni qulab qo'yishdan ancha egasi bo'lmasa kerak. Jiguli oladiganlar? Yo'q, Jiguli oladiganlar. Mashinalar ko'p. Jigulilar bugun sal ko'proq ekan, o'tgan oddiqda unaqa ko'p emas edi. Mana rangi zo'r ekan. Rangi zo'r ekan, mashina holati ham zo'r ekan. Kimki ekan? Assalomu alaykum. Assalomu. Videoga olib oladimi aka? Yili nechi ekan buni? 81 aka. 81-yil mashina. Nech pul so'rasizlar? 1800. Assalomu alaykum. Siz charchaysizlar. Gazlari bor ekan. 1800 ga variantga ham keltirar ekan. Holati yaxshi ekan mashina. Motorlarni topib qo'ying. 01 motorida, karburatorda, gazlari bilan 1800 oz o't beradigani bor. Beramiz. Nech pul qilib berasiz aka? 1,5 qilib beramiz aka. 1,5 ga 011 qip-qizil qilib zo'r qilib qo'yishgan ekan. O'z korobka hammasi yaxshi. Nomeringizni aytib yuboring aka. 97lik 97lik 787 787 32 32. Aka, barakasini bersin. Charchamaylar. Bitta 07 ham bor. 04 ekan bu. 04 lik qizuv bo'lsa, bir ro narxini bilib o'tib ketaveramiz. Bitta oqib bor ekan mana. Farqi olib qo'ydim. Nech pul ekan aka? Egalari suhbat bilan band. Nech pul? Narxini eshitmadim. Ketdi. Osmondan gapirdilar, evrata. Eshitilmadi lekin. Xo'p, ham tenitni 07'miz bor ekan. Mana shu 07'ni ham bitta ko'ramiz-da. Tenitni Jiguli yog'iga Matiz pakliga o'tib ketamiz. Assalomu alaykum. Xo'p, aka, videoga olib oladimi? Tushunsiz? Sizlar kim mashina? Yili nechi aka? 2008. 2008. Injektor motorlida. Benzindan aka? Nech pul so'rasizlar? 3300 so'raymiz. Hech qaysi detal alishmagan. 3300 ga 2007-yil 06 mashinamiz 30% kraskaga dotdilar. Hamlarni ham eshiklari ham o'sib turgan ekan. Ular ham bitta bilsanglar bo'ladi. Hamda qilganinglarda o'chib keturadi-da bu. Holat yaxshi ekan mashina. Nech pul qilib berasiz aka? 3000 dotdilar. Undan kami yo'qmi? 2008 yangi balonlar. Pado'li usul endi. Adreskalar hammasi pastga tushirilgan, просто shu o'tirib qo'yilmagan. Teylari ham qilingan. Gap bo'lishi mumkin emas. 2600 ga qo'ydim, 2007-yil. Injektorlarda genini ham qilib berishuvdimi, esimda yo'q. Geni bor dedi. Davenistlarni qilib berishgan lekin.
Barakasini bersin, aka. Rahmat aka. Ha, sog' bo'ling, aka. Xo'p. Jigulilarimizni ko'rayotganinglardeki, uni ko'p emas. Bor endi chiqsa 20 ta 30 ta chiqadi. Hozir основной Jigulilarni kanallarda ko'proq sotishyapti. O'sha kanallardan misol uchun ko'proq qiziqib ana qilsanglar, ko'rsanglar, narx-navolari bilan zo'r bo'ladi. Bitta Spark mashinamiz bor. Spark bo'lsa, Sparkdan qiziqib keturamiz. Egasi bor. Assalomu alaykum. Yaxshisiz? Sizni aka, videoga olib rozimisiz? Charchayapsizmi aka? Ishlaringiz yaxshimi? Yili 12. 2012 anaqa bir motor bo'ladi, bular. 1.5 1.5 motordi. Prebegi qanaqa? Prebeg 480 ming. 480 ming kraskalari. Kraska bor ikkita uchta joyida. Necha pul so'raymiz? O'tgan udari yo'q ularga. 4,5 Oo, o'tbelangan joyi bor. bor, конечно. Bitta sodasini qilib qo'yaylik, chiroyli qilib aka. Necha pul qilib berasiz? So'rang. Kanaldan kelib qoldi mana aka. Yoshroq bolalarmi, mehnat qilib haqiqatda mashina olaman tushgan bolalar. 4100 bo'lsa olaman aka. 4100. To'rga tekkizga. To'rga tekkizga. 4100 bo'lsa olaman. Okalar, To'r bozor ham qilyapti lekin. akamni qablaridan joy olsanglar, mashinani narxi lekin 4 tekis qolib ketsanglar bo'ladi. Narxini ayting aka. Nomeringizni ayting demoqchi edim. 93lik. 93lik 079 079 4142 akalar. Spark mashinamizni 2012 yil ekan. Katta motorda, 1.5 motorda, gazlari ham bor ekan. Lekin holati yaxshi ekan mashinani. Mashina zo'r. Egalar nomerini qo'ldan kelgancha oldi. Kelib bemalol baraka qilib ketsanglar bo'ladi. Ja bo'lsa telefon qilsanglar, mahallaga borib ham olsanglar bo'ladi. Qattaliklarini bilib. Xo'p. Spark ko'rdi. Yana bitta ikkita Spark ko'ramiz ham. Arzonroq, bundan ham arzonni topsa, bundan ham yil balanga o'xshatdi. Stanoy. Monitorlari ham bor ekan. Kimniki ekanmanmi? Assalomu alaykum. Videoga olyapti, rozimisiz? Videoga olyapti, bo'ladimi? Yo'qmasinmi? Assalomu alaykum. Charchaysizlar, kanalga olyapti, YouTube'ga. Assalomu alaykum. Qoraga yaxshimisiz? Tuzimisiz? Soda qoramizmi? Yili necha aka? 12. 2012. Xo'p, bir motori bular. Bir motor. Kraskalari? Kapot, krilo, parok. Kapot, krilo, parok. Men bu kriloda ham bor dishdi-yu, lekin menki yo'q edi. Buzmaganmiz-da. Necha pul so'rayapsizlar aka? Prebegini bitti. 400 gram. 420 ming. Prebegi 420 ming narxi. 4,5 so'rab turibmiz. Navrot ko'pligini. Monitorlari bor ekan. Monitor ham arzon monitor emas. Original CC3. CC3 monitorlida, Malibu rullida. Gazi bormidi? Bor. Gazi bor. Holat yaxshi ekan lekin. Patololarni qoraytirib, cho'tka qilib qo'yishibdi. Necha pul qilib beramiz aka? 4100 ga berib olamiz. 4000 ga berilmadi. 4100 ga. 3900 ga bermadi. Shunkalari ham bor ekan mashinalar. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 94 94lik 671 8009. 671 8009 nomerligi telefon qilib mana shu seri Islomnoy mashinamizni baraka qolsanglar bo'ladi. Katta motorda ekan. 450 mingmidi? 420 ming prebegda mashina holati zo'r ekan. Aka barakasini bersin. Mashina holati yaxshi ekan. Xo'p, ikkita mashina Spark ko'rdik, ikkalasi ham 4,5 dan 4100 ga tushdi. Bundan arzonini ham hamchi topsak kerak. Bitta ozgina harakat qilishimiz kerak-edi. Xo'p. Mana sizlardanmi aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchasizlar, videoga olib rozimisiz? Xo'p, yili 13. 2013 katta motor bo'ladi bular aka. Kraskalari Kapot ustida bor, narigi eshik, orqa kriloda bor. kapot и naryoqda. Xo'p. Prebegi qanaqa aka? 500 ming yurgan. 500 ming yurgan ekan mashinamiz. Necha pullarimiz aka? 4000 so'rayapmiz. 4000 so'raysiz, o'tib berasiz. O'tib beramiz. Necha pul qilib berasiz aka? Shunchasi yo'q-a? Bir shuncha qolsa, qolsa. 3800 bo'lsa beramiz. 3008 ga 2012-yil, 13. 2013-yil 500 ming 500 ming yurgan. 500 ming yurgan Spark mashinamiz. Ichlarini ham bitta olib qo'ying. Katta motor. Katta motorli, yaxshi. Gazi bor metan. Gazlari bilan birga. Nomeringizni bitta aytib qo'ying aka. 99lik. 99lik 442 442 44 46. 44 46 aka. Sodasini bersa, sog' bo'linglar, charchamanglar. 3008 gacha mana 2013-yil Spark mashinamizni ko'rdik. Bitta Spark olamiz endi. Agar bundan ham arzon chiqib qolsa, o'shani sodasini qilamiz demoqchi edim. Xo'p. O'sha hayolni Instagramga kontent olib, tez gapirib borib. Ham sizlardanmi aka? Assalomu alaykum. Videoga olib rozimisiz? Yo'q.
olmaydi videoga. Yondan o'tib ketamiz sizga. Charchamanglar aka. 2016 ekan. Молочный 205 ming 2019. Mana delfinni bitta olaylik. Ko'rinishi boshqacha ekan. Egasidan birinchi so'rashimiz kerak ekan. Videoga olsak bo'ladimi yo'qmi? Kimdan ekan aka? Assalomu alaykum. Videoga olib rozimisiz? Charchayapsizmi? Assalomu alaykum. Tushunsiz? Charchaysizlarmi aka? Yili qanaqa ekan? Yili 17. 2017 kraska. Kraska top toza. Oppana. Kraskasi toza, 106 ming yurgan. Holati yaxshi mashina. Zo'r. Necha pul so'raymiz aka? 6800. Nari berasiz, ham o'tib beradigan. Necha pul qilib beramiz aka? Kanallar kelishdimi, telefon qilishdi-da. Aka. Bundan kam yo'qmi? 6,5 dagi bitadimi? Kevursam. 6,5 dagi sekin aka, yurg'izib olsa bo'lsa kerak. Geni bormi? Gen afomitikami? Mayli, nomeringizni bitta ayting. 33lik. 33lik 533 533 33 23. 33 23. Aka, barakasini bersin, sodiyalarni bersin. Ketdi ayoldan bitta pastga tushib ketamiz. Xo'p, mana 4 ta spark oldi. Menimcha shuni o'rtasini hisobini olib, misol uchun bozor tushsanglar, yaxshi mashina haydab ketasizlar. 2013-yil, 2012-yilgacha bo'lgan mashinalarni 4,5 mingdan 4100, 3800 gacha ham deyishyapti. Sparkdan keyin nima mashina chiqqan? Sparkdan oldin Matiz chiqqan. Matiz olmaymiz ham. Matiz. Yo'qda bormi-ki Matiz? Mana Sparkdan bitta so'raylik. Ko'pchilik o'tgan safar Instagramga qo'yganimizga ko'pchilik Spark so'rashdi-da, o'shanga azgincha boshda Spark olib ketamiz. Assalomu alaykum. Siznikimi aka? Siznikasizmi? Nima mashina sizdan? Cobaltmi? Olamiz Cobaltdan. 2010 videoga olib rozimisiz? 2014-yil 140 yo'q-a? Prebegi qanaqa aka? Ha, prebegi ekan, 141 ming yurgan ekan. Kraskasi? Kraskasi bor, orqa eshik bilan kriloda. Orqa eshik kriloda bor ekan. Gazi bor, propanli ekan. Yo'q, Propanli. Ha, metanmi? Necha pul so'raymiz aka? 10800. 10800 ga 2024-yil 141 ming yurgan Cobalt mashinamiz. Kraskasi orqa bagaj bilan, orqa krilo bilan eshigida. Yaxshi. Necha pul qilib berasiz? Kelishtirib qo'yamiz, kelversin. Bitta ayting. 10600. 10600 ga geni bor. Geni bilan. Joni sog' bo'lsin. Nomerlarni olib qo'ysan, shunalar bo'yida bor ekan nomerlar. 00likmi? Da 90lik ekan, 90lik 733. Dumi bor ekan, ko'rmayman. Aka, sodasini bersin, charchamaylik. Men bu Sparkimizning egasi bormi-ki? Siznikimi? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchayapsiz? Videoga olib rozimisiz? Charchaysizlar? Xo'p. 2020-yil Prebegi 194 ming metan gaz, bitta krilo kraska. Qaysi krilo? Krilo kraska yechilmadi. Naryo krilo kraska ekan. Ikkinchi payti 4-chi paketini gaz. Ballonlari ham yangi ekan. Necha pul so'raymiz aka? 6200 so'rayman. 6200 Kelishiladigan joy bor. necha pul qilib berasiz? Geni bor-a? Geni xohlasangiz bir umrga bor. Necha pul qilib beramiz aka? Oxiri bitadigan. Ha, oxiri bitadigan. 58 ga beraman. 5800. 5800 ga 6 ga bermadim chunki. zo'r aka, 2020-yil. 2020 bir prebegasidan chiqib qoldi. 194 ming yurgan mashinamiz. Nomeringizni bitta aytib qo'y, 93lik 686 0001. Aka, barakasini bersin, charchamaylik. Bizda hozir YouTube'ga olamiz, o'zi Instagram bizda. Nima? Mashina bor, qo'shdim. Ko'ring, 2020 o'zimizning mashina. Necha pul berasizlar? 6200. Mana aka, mana kanal bizning. Gazi bor, 4-paketni. Mashkana. Aka, sodasini bersin, charchamaylik. Xo'p, Spark oldi. Bitta o'sha Matizlarni olsa zo'r bo'lardi. Matizlar menimcha naryo boshlig'ida bo'ladi. Mana shu yerdan bitta naryo oladi. Ham Nexus 2 ni bitta ko'ringlar. Nexus 2 mashinamiz bor ekan. Egasi kim ekan? Assalomu alaykum. Videoga olib rozimisizlar? YouTube'ga qo'yadi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Tushunsiz, charchayapsiz? Yili qanaqa ekan aka? 2014 prebegi 242. Yaxshi ekan prebegi. Necha pul so'raymiz aka? 4800.
100 so'm o'tib beraman deyaptilar. Atak mashina yaxshi ekan. Shumkasi yo'q ekan. 1.6 Dons motorlida. Yaxshi mashina. Xo'p. Yog'i oxirgi tiqilib qoldi. Dog'iga ketdi. Ham Nexia bitta ko'rib olamiz ham. 1.6 motorda. Yili necha ekan aka, assalomu alaykum. Videoga olib rozimisiz? Charchayapsizmi? Qo'lga nima qildi? Xo'p. 1.6 Dons yili 2007-yil. Prebegi 413 ming. Nechta pul so'raymiz aka? 2007ga 2700 dollar. Nari beri o'tadigani bormi aka? Nechta pul qilib beramiz aka? Tekis 2,5 ming aka. Zo'r. 2,5 mingga Nexia bir mashinani Dons motorlida 410 ming atrof yurgan. Holati yaxshi ekan mashinani. Aka nomeringizni aytib boring. 50 575 80 83 33. Aka sodasini bersin. Rahmat, charchamaydi. Xo'p. Yog'i уже oxiriga kelib qoldi. Endi sekin tepaga chiqib ketamiz, chunki tepada Matizlar bor. Matizlarni bitta narxini ko'rib olib ketamiz edi. O'shanga qarab odamlar ham misol uchun bozorga tushganda narx-navosini bilaverishadi. O'zini ham fanati bor. O'sha bu yoqda mana olib kelib Spark'ga savdo qilishyapti. Anta Matizlar bor ekan mana. 2015-yil Best bor ekan. Stanley rangli. Aka videoga olib rozimisiz? Assalomu alaykum. Charchayapsizmi? Bo'ldi aka. Akamga tinchlik kerak ekan, videoga tushmayman dedilar. Xo'p, sotishga va olishga yordam ber. Nima ekan? Ha, sotishga, olishga yordam beramiz ekan. Xo'p, sekin o'tavering. Bu yoqdan sekin o'tib ketamiz. Tepada Matizlar ko'rgandek bo'luvdik. Shu Matizlarni narx-navosini bitta ko'rib o'tib ketamiz. Egalarimiz yo'q ekan. Stanley, Nexia, Dons motorda. Xo'p. Matizlar, jonivor Matizlardan chiqib qolsa. Yo'q, jonivor Matizlardan. Ovorardi. Matiz, xo'p. Matiz Super Candior 2011-yil metangazli bor ekan. Kimdan ekan aka? Bilmadim. Egasi yo'qmi? Egasi yo'q ekan. Oppa, o'tgan safar Instagramga qo'ydik ham Gentrani. Lasetti Optra mexanika lyukli varianti. Xo'p, gaz benzin, shumka, Gentra kuzov, 4 eshik almashgan. 4 eshik kraska bo'ladi. Shunda qolgan joyi o'shani oq kuzovga olib, taqib mashina qilib qo'yishgan. Instagramga ham qo'ydik. Ko'pchilik ozgina noto'g'ri informatsiya berib olgan ekanman. Lasettini olib Gentra qilishgandim-man. Shunaqa dvorimman adashmasam. Yana adashib sekin ketaveramiz. Sizlardanmi aka? Assalomu alaykum. Videoga olib rozimisiz? Charchayapsizlar? Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Xo'p, aka. O'tgan oddiy tushdik bozorga. Pastroq turgan ekan. 5100 qo'yuvdinglar yo'q aka? 5200 qo'yib yubordik. Mo'ljal 5000 de. Anolar 6000, 6600, 5,5 bo'lib ketgandi. Biz yana 5000 desak odamlar ham nimaga arzon ekan deb shubhalanib olmay qo'ymasin deb. Zoshdan zo'r qilib qo'yibsizlar. Shu Optrani yechib Gentralar taqilgan. Instagramga qo'yuvdim o'tgan safar. Ko'rmadinglar? Menimcha ko'zim tushgandek bo'ldi. Instagram kelsam egasi yo'q ekan, eshiklari ochiq ekan. Shu yoningizda bitta mashina turuvdilar. O'sha e'tiborning informatsiyasini 4 eshik sepilgan, qolgan hamma yog'i o'ziniki dedilar. Mashina yaxshi ekan, nechta pul qilib berasiz aka? Koptu, bo'lishi 5000 yo'q. Yurish koptu, hadovoy, urlovoy, akkumulyator hammasi qilingan. Shumka, gaz, benzin. Bitta shu konserni ko'rsatib olish kerak. Ha, konserni qarab bo'lsa. Zamin kuzovda bari yechiladi-yu, motorchiga radiator shu paytda freon chiqib ketgan. Yanvarda yangi kuzov taqilgan. Oshdan holati zo'r ekan aka. Bu ustingiz bilan kelib ko'raverasiz. Xudo xolisi. Hammasi bor. Aka, sodasini bersin. Instagramga qo'yganman aka. Mabodo xudo xolis sotilib ketsa aka. Mashina bor. Mashina bor. Men ham ko'rsataman. Bizni YouTube'ga olman de, hozir video. Mashina bor. Mashina ikkitasi bor demak. Men aka, joni sog' bo'lsin, men bitta dog' olmasini ko'rsataman. Hozir Gentra. Mana Gentra. Aka, charchamaylar, sog' bo'ling aka. Gentra mashinamiz 5200 ga. Bosib oladigan joyi.
Xo'p. Bu Lacetti mashinamiz bor ekan. Yo, o'sha Lacetti'ga o'tib ketdimiz. Xo'p. Bu Lacetti'ni bitta olamiz ham mashina. Aka videoga olib rozimisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchaysizlarmi aka? Ishlar yaxshimi aka? 2013. Ikkinchi paysi. İkinci paysi 1.6 mi 1.8 mi bu? 1.8 mexaniki. Hop. Prebegi 290. 290 ming. Necha pul so'ramiz aka? 6000 kami bor. 6 ming. Hop. 6 ming kami bor. Necha pul qilib berasizlar aka? Kelishamiz endi bozordaga. Sal baland emasmi aka? Kim biladi bozorda bizlar 5000 so'rashga ham haqqi bor, 4500 so'rashga ham haqqi bor. 2010 mexaniki ikinci paysi 4 mingga narxladi. Sal o'ylanib turibdilar hozir. Atak berib yuboradilar-da. Sal o't bering aka. Kanalga qo'yib yuboryapti. Mabodo kimgadir to'g'ri kelsa telefon qilib barakasini qo'yaverasiz aka. 5800 bersin. 5800 ga Lacetti kraskasi qanaqa? Faqat mana ikkita kalinkasida bor bo'ldi. Ha, qolgan joyi Top-toza. top-toza. Prebegi qanaqa edi? 290 ming. 290 ming. Monitorlari bor, puluti bor. 5800. 2013-yil. Qalblaridan joy olib, atak narxini sindirib yuborsa bo'ladi. Yana ozgina $100 beraman debdilar ekan. Nomeringizni ayting, bu yoqda yo'q ekan. 94 li. 94 759 759 55 75. 55 75. Oshlarimiz holati yaxshi ekan. Aka, bargasini bersin, sog' bo'linglar. Xo'p, bunda Lacetti'larni ham narxini ko'rdi. Hamda ham 2012-yil bor ekan. 1.6 motordi. Endi narx yozib qo'shgan ekan 2268 ming yurgan ekan. 3-paysi ekan. O, aniq ekan. Avtomat korobkalarda ekan. Egasi bormi? Egasi yo'q. Sizmisiz? Assalomu alaykum. Videoga olib rozimisiz? O'zlarini nomiga qo'yib. Mashinangizni olib bo'ladimi? Narxini bitta aytib qo'ying. 6200 ga 2012-yil Lacetti mashinamiz. Bo'ldi. Ketdi, sekin yoqdan pastga tushib ketaveramiz. Nomerlarini olib qo'y akammi? O'zlarini olmagan. O'zlarini olmaganda o'sha nomerlarini olib qo'ysang, kimgadir kerak bo'lsa, telefon qilib baraka qilaverishadi. Xo'p, bu yoq bozorga tushganimizning bitta sababi bu yoqda ko'pincha odamlarni, egalarni o'zi olib chiqib sotishadi. Egalarni o'zi arzonroq bo'ladi. Olib chiqib tayyorlab sotadigan odamlar nimani hisobiga? Chunki ular ham misol uchun rasxod qilib, yonligidan tayyorlab vaqtligini ketkazishganligini hisobiga ozgincha narx-navosida mana shunaqa farq bo'ladi. Ana endi sekin bu yog'iga pastga tushib ketamiz. Hamda Damas qatorlarimiz bor ekan. Damasda ham ikkita olib ketamiz. Oldingi safar Instagramda bitta aka bilan video qilganimizda akamizni ancha odam tanir ekan. O'sha odamni birga ko'ramiz, topsak topdik, topmasak sekin o'tib ketaveramiz. Xo'p, Damas mashinalarimiz bu yoq arenda ekan. Bu yoqda ham arenda ekan. Bundoq ustini o'zini olib qo'ysang, agar bank bo'lsa olmay qo'yaver. Bank bo'lsa olmay qo'yaver. Shundoq sekin o'tib ketaveramiz. Ammo o'tgan safargi o'sha Damas olganimizdagi akani qidirib tushdim. Mabodo topib qolsam, ikki og'iz suhbatlarini olardi. Tak, bu yoqda. O, mana topdim, ketdi. Tak. Sekin o'tam. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Siz aka charchayapsiz? Assalomu alaykum. Siz videoga olib rozimisiz? Charchayapsizmi aka? Men bilmayman siz kimni qolgan tanishini. Bitta video qildik. Video qilib Instagramga qo'ysak, hamma yozadi. Ismingizni bilasizmi? Kommentdan bildim. Yo'l bersak, yozasiz aka. Keyin komment yozishyapti-da, yo'l bersak, yo'l bersak, endi deb yozishyapti-da. Yo'l bersa deb yo'q. Ha, menimcha Damas bo'yicha ancha-muncha mashina sotib, Hammasini biz topib. faqat Damas sotishingiz kerak-da aka. Damas bor. Ko'pchilik yozdi aka, sizdan mashina sotib olib, ancha odam baraka topgan ekan aka. Hozir bizdan mashina oldik. Oldinglarmi? Ha, ana. Mana hozir mana mamasi 24 yili. Aha, 24, 53 ming probeg. 53 ming yurgan ekan. 53 ming kraskasi bitta mashina detalida bor. Kraska bu yoqda bor ekan. Xo'p. Narxi 6 ming. Sal yumshoqroq ayting. Yumshog'i ham bor mana. Yo'q, bundan narxini sal yumshoq. Yumshog'i bor mamizda 23. Xo'p.
Probegi 97 ming, kraskasi topdi. Aha. 5,5 ming. O'tkazaman qo'yganimiz-da bu. Ularni sotdik. Ha, yo'q, adashdimmi? Sirasi Mana buni narxini sal yumshatib bering yoki? 59 qilib beraman. 5900 ga 5900. 20 24, 24 53 ming. Probegi zo'r ekan. Bitta eshigida kraskasi bor ekan. kraskasi bor, tayyor. Shuncha bunga hamma narsasi bor. Mashina holati yaxshi ekan. Nomerlarni shu laboydan bitta olib qo'ysang. Nomeringiz yo'qmi? To'xta. Nomer. Tegidagi bor, tegidagi. Nomeringizni ayting, bu yoqdan videodan olamiz. 90lik 90lik 998 998 1283. 1283. Oka? Barakasini bersin. Joningiz sog' bo'lsin, oka. Shu har bozorga tushganda kelaman oldingizga, 20 oka. bilan bor, Ketdi. Okam eshitmadinglar. Bu yoqdan o'tib kettiramiz. Ha? Nima bo'ldi? Ha, men to'xtadim. Ben sizga haylasiga ketyapman. Xo'p. 25. 25 8,5 ming yurgan full. 8,5 ming, xo'p. Probegi 8,5 ming. Aha. Narxi 6800. Oppana. Hamma yaxshi narx bo'ldi, oka. Probegi zo'r. Mana zo'r narx bo'ldi. Ne taklif ekansiz uni qiling, oka? Mana 21 bor mana. 21 ham bor ekan. Bu yoqda qani? Qani mana. 2021-yil. Mashti kraskasi bor. Aha. Probegi 250 ming. Probegi 250 ming, kraskasi bittami burchagida bor ekan. Kapalagida bor. Aha. Narxi 4600. 4600. Ana yo'masam, Damas narxlarini haqiqatda sindirib yuboradigan darajada. Labolar ham bor, labo. Qani labolarimiz, oka? Labolarimiz ham bor mana. Ket okam labolarni olib qo'yinglar. Okam ancha legenda odam ekanlar. Bizni bilmas ekanmiz lekin. Xo'p, bitta labomiz bor ekan. Mana 2019. 2019 Kraskasi mana shu oldin listida bor. kraska oldida bor ekan. Xo'p. Balonlar yaxshi ekan. Balonlari 13. Gazi bormi? Bas, hammasi bor. Aha. Necha pul so'rayapmiz, aka? 4700. 4700 ga labo mashinamiz, aka. Tayyor, moz korobka, motor javob. Ishi yo'q. Genam bor, Toshkent shaharga genam bor. Joningiz sog' bo'lsin, aka. Aka, barakasini bersin, sog' bo'ling, aka. Xursand bo'ldim. Charchamang, aka. Rahmat. Xo'p. Ana yo'masam. Xo'p, sekin bu yoqdan chiqib turamiz endi. Ana endi hozir Damaslarni oldi, Spark oldi, Matiz olmadiga. Matiz chunki joniboridan ko'rmadi, o'shaning uchun ham Matiz ola olmadik, Jiguli oldik. Nexia'lar, o'sha har xil mashinalar oldik. Ana endi biz keyin narigi bozorga o'tamiz. Video davomini o'sha narigi bozorning savdolardan ko'rib olsanglar bo'ladi. Hop, ko'zim bitta Matizga tushib qoldi. O'sha yerdan sekin hozir bitta video qilib nariga o'tib ketamiz. Hozir bitta Surishtirib beramiz, ko'ringlar aka, bu tomon. 2009 Mix mashinamiz bor ekan. Boshlang'ich 400 bilan chiqar ekan. 2600 ekan. 2600 ga gaz yo'qmi deyman? Gaz yo'qmi aka? Sizga kelishtirib beraman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka tuzimsiz, charchaysizlar? Probegi qanaqa ekan? Probegi 400 ming. 440 mingmi? Narxi qancha o'g'lim? 400 qanchadir ekan. Xo'p. 2600 ekan, benzinda ekan mashinamiz. Boshlang'ich 400 bilan chiqar ekan. Kraskalari endi betida bo'lsa kerak, aka. Kraskasi betida bor ekan. Orqa oldi butun ekan mashinamiz. Holat yaxshi ekan. Shu Matiz qidirib yurganlar bo'lsa, nomerlarni olib qo'ysam yo'qdan bitta. YouTube'ga qo'yapti, rozimisiz? Joningiz sog' bo'lsin, aka. Ham bitta Gentle mashinamiz ko'rib qoldim. Mana bitta bor ekan, 2019. Mana buni bitta olaylik. Xo'p, 2019-yil ekan. 316 ming yurgan, 8700. Shumkasi ham bor ekan. Shumkasi yo'q ekan. Qayerda ko'rdim shumka? Ancha nargisi o'zi kerak. Mashinani yaxshi qilib qo'shgan ekan. Rulmachi, komment yozib ketinglar. Camaro rulmi, endi qanaqa boshqacha rulmi? Mashina holati yaxshi ekan. Egalari qani? Egalari yo'q qoldilar. Xo'p. Sekin yo'nal pastga tushib ketamiz. Mana bunda ko'rinmay shumkasini. 2019 ekan. 2019 125 ming yurgan. Eshiklari shumka bo'lgan ekan. Eshik ochiq ekan. Ichlarni ham bitta olib qo'ysang, mashinaning holati yaxshi ekan. Ko'pchilik ham Gentry'ga qiziqadi, lyuklari bilan. Xo'p. Gazi bor ekan. 2019 ekan, aka, yili. 2019 125 ming yurgan ekan. Kraskasi men egasi emasmi? Videoga otdim sekin. Kraskasi bo'lsa kerak, net betida. Narxi zo'r ekan, 8,5 ming ekan narx. Nomerlarni yaqinlashtirib qo'ysang. Mana Matizni ham bitta ko'ringlar. Assalomu alaykum. Sizlardanmi aka?
Siznikimi? Videoga olib turasizmisiz? Charchaysizlarmi aka? Xo'p, Matiz mashinamizni 3 tali bular. 3 tali yoki babinali euro, 1 euro aka. Aha, 2014 325 ming yurgan. 2900. So'raymiz aka, kelishtirib beramiz. Toshkentga gelam bor 1 yil. Toshkent geni ham bor ekan. Ichlarni olib qo'ysang, gaz bormidi? Gazi bor aka. Gazi bor. Matizga gaz kerak hozir aka. Necha pul qo'yamiz aka? Yaxshi insonlar kelishtirib beramiz aka. Ana o'zim. Xo'p, 2900 dotdilar, karing bitadimi? 2700 aka. Akamni Sizga real necha boyiga bari qablardan jozeli, atagi mashina yaxshi narxga yurg'izib ketasizlar. Nomerlarni bitta olib qo'ysang, YouTube'ga qo'yapti aka. Jabrsi kelsin Instagramga ham qo'yib yuboramiz. Aka, charchamanglar. Xo'p aka. Xo'p, mana bitta Matiz mashinamiz bor ekan yana. 2012-yil ekan. Gazi bor ekan. Narxi yo'q ekan. Narxi yo'q ekan. Nomerni olib qo'yja, qiziq bo'lsa, kimga telefon qilib balki qovushadi. Xo'p. Nexus 3 mashinamiz ham bor ekan. Odam ko'p ekan, savdosi yaxshi bo'pti, demak, narxi yumshoqmi deyman. Qani kelchi? Bolaga borib, Malibu barada bo'lib turuvdi, olib tashladim. Mana bitta Raznoy chiroyli. Buni savdo bo'pti. yengisi yo'q ekan, qimmat ekan. Nexus 3 mashinamizni siznikimi aka? Eshitmadim. Xo'p, mana bittadan ko'rib olamiz. Benzinda 2020-yil 100 ming yurgan ekan. Masaqa minaman sel aka mana maqtamiz. Yaxshi mashina olibdilar, qani ko'ramiz. Kraskasi ko'p ekan. Yo'q, mashina. Necha pul so'rashyapti? 7 ming? 7 ming so'rashayotgan ekan. Mana mashina shok kelgan. Mashina. Ana. Yog'i tiyilmagan. Avtomatik коробка. Probegi qanaqa aka? 100 ming yurgan aka. 100 ming yurgan. 2020-yil. Gaz bormidi? Yo'q, qo'yilmagan. Gaz yo'q ekan. Kraskasi yetib betida bor. Tomida ham bor deyapsizmi aka? Bor, ha. Tomida va amitida qayerdadir bor ekan. Nomerlarini olib qo'ysang. Videoga oldi, rozimisiz aka? Joni sog' bo'lsin aka. Xo'p. Amtda yana bitta Matiz bor ekan. Ancha bo'ldi. Buyog'iga endi nari bozorga o'tib ketaveramiz sekin. Yo'dan qaysini? Assalomu alaykum, xormel. Siz charchaysizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xormel, sizlar aka charchaysizlar? Yaxshimisizlar? Oppa, tonirovkalari bor ekan. Bormi ruxsati? Bor. Xo'p, probegi 229 ming. 229 ming yurgan 3 tali mashinamizni. Ha, akustika qilingan ekan. Akustikasi bor ekan. Kondisioner, gaz, probegi 229 ming 2018-yil best mashina. Best? Bestmi? Best. Oxiri chiqqan. Oxiri chiqqan bestlardan ekan. Ular yoniga qara, mix bormanku aka. Xo'p, necha pul qolamiz aka? 4 ming dollarmiz. 4 ming dollar. Necha pul qilib berasiz aka? 38. Kanaldan telefon qilsa 3800 ga undan kammi? Kelishamiz. Telefon qilsanglar, nomerlarni olib qo'ysang, xohlasa necha oy bor aka tonirovkasiga? Menimcha kuzgacha bo'lsa kerak. Kuzgacha tonirovkalari ham bor. Orqalarini ham bitta olib qo'ygan, Buferlarni ham ko'rsatyapti. buferlari ham bor ekan. Yonini kraskasi qanaqa aka? 3 ta joyida bor. Shu joyi bor. Buferlari ham bor. Mana ko'rsatib qo'y. Yaxshi mashina aka. Xudo xolisa barakasini bersin. Charchamanglar aka, sog' bo'linglar, rahmat. Xo'p. Ketdi o'zingizga bu yoqdan. Hoppa, Gentram Lacetti ekan. Lacetti mashinamiz bor ekan. 1.6mi? Kimniki ekan? 1.6. Assalomu alaykum. Siz videoga olib turasizmisiz? Charchaysizlar aka? Yaxshimisizlar? O'tiramiz sizlar. 1.6 jonli sog' bo'lsin. Xo'p, informatsiyasini bitta ko'ring. 2013 297 ming yurgan ekan. Naqdga 6800 ekan. 1.6 avtomat ekan. Ko'pchilik avtomat 1.6 rasa qidiradi. O'tgan oyda o'zim tushib oqini qidirdim rasa. Lekin topolmadim. Bitta pastda delfimi, mokrimi bor edi. Xo'p, holat yaxshi ekan mashina. Kraska qanaqa aka? Kraska detalda bor. Kraska 3 ta detalda bor debdilar. 6800 bo'lsa, Variantga chiqadi. necha pul bilan bitadi? Variant necha pul bilan chiqadi boshiga? Eng kami 1000. Misim bilan 1.6 2013-yil yaxshi. Naqdga aka, necha pul qilib berasiz? Naqd kamroq edi naqdga berishimiz. Atak. Основной variant. Mabodo kerak bo'lib qolsa, nomerlarni bitta olib qo'ygan, laboydan shu udobniroq odamligi. Telefon qilib balki qolishadi aka. Joningiz sog' bo'lsin aka. Charchanglar, rahmat aka, rozi bo'linglar. Xo'p. Ketdi u yoqdan ekan. Biz o'zi naryo angarga o'tmoqchi edik. Naryoda o'shani Matizni ko'rib qolib ketib qoldi. Xo'p, bu yoqdan o'tib ketamiz. Oppa.
Bu yoqda endi arenda qatorli, ko'pincha bu yoqda voy, ming bor uzr. Xo'p. Bu yoqda polni hammasi почти arenda. Shu boshiga necha pullar bilan chiqadigan variantlar. Ikkala mashtadan o'zingizlar endi arenda qatori ko'pincha o'zingizlar kelib ko'rib, balki qolganinglar yaxshi. Arendas vikupim 2018 boshiga 1,5 ming bilan shu meni informatsiyalarni yozib qo'yish kerak. $500 mana Matiz bor ekan. $500 boshiga 500, 30 oy 200 dan. Telefon qilib, navodoga baraka qo'yaverasizlar. Xo'p, akalar, endi bozorimizning angarli qismiga o'tdik. Bu yoqqa o'tganimizning sababi, bu yerda vibr juda ham ko'p bo'ladi. Naryoqdan videoni boshlaganimning sababi, u yerda egalar o'zi ko'p bo'ladi. Egani o'zi olib chiqib sotishadi, boshqa bu yerda ko'pchilik, bu yoqdan egalar ko'p bo'ladi. Narx ozgincha raisi qiladi deb o'ylayman, endi o'zimcha. O'shaning uchun bu yoqdan boshlaydi. Endi bu yoqdan sekin boshlaymiz. Xo'p. Best mashinamiz bor ekan. Aka, videoga osib oladimi? Assalomu alaykum. Videoga olib turasizmi? Yo'qmasizmi? Joni sog' bo'lsin. Xo'p, 2015-yil 345 ming metan gazlari bor ekan. Mashinamiz kondisionerda ekan. Holati yaxshi ekan. Kraskalari qanaqa aka? Yo'q, zomiydi. Bo'ldi, zomiydi. Kraskalari qanaqa? Kapot krilo kraska ekan. Bo'ldi. Nechta so'raymiz aka? 3,5 so'rayapti, 3100 ga bermadim. 3100 ga bermayaptilar. Xo'p, 3,5 so'rashyapti. Nomerlarni olib qo'ygan. Nomeringiz bormi tepada? Nomerlar yo'q ekan. 97lik 541 42 48. Best mashinamiz akalar. Ya endi oladigan odam telefon qiladi aka. Gaplashsa, savdasini, barakasini qo'rasiz. Sog' bo'ling aka. Xo'p bo'ladi. Xo'p, egalari yo'q ekan. San egalar bor ekan. To'xtatib bizning so'raylik. Assalomu alaykum. Videoga osib oladimi dedi? Xo'p, Stanoy Matizimiz Mix 2005-yil o'zingizmi? O'g'limniki. Xo'p, egani o'zi ekan. Probeglari qanaqa aka? 152 ming. Probegi zo'r ekan. Mashina holati ham yaxshi ekan. Mashina benzinda. Yo'ldan ichlarini bitta olib qo'ying. Disklar taqib qo'yibdilar, allambalo. Mashina holati yaxshi ekan. Ke savdasini qilamiz. Xo'p. Dodan nechta pul so'raymiz? 3000. 3000 so'rashyapti. Nechta pul bo'lsa berib yuborasiz. Nechta pul qildi bozor? 2,5 klient bor. 2,5 klient bor ekan. 2900 bo'lsa berib yuboramiz. 2900 bo'lsa beraman debdilar. Nomerlarini bitta olib qo'ymay. Ha, o'ziniki emasmi? Bu nomermi? Ha, telefon. va nomerlarini bitta olib qo'yasan. Mana qilgan nomerlari. Telefon qilib, bodoga baraka qolsanglar bor. Dodi, rozi bo'ling, sog' bo'ling, rahmat. Ishlar sekin ketaveramiz-da, savdani qilib. Xo'p, amitda endi bitta best egalari xulashayotgan ekan. Bitta молочныйsi bor ekan. Suvda botdi kelganini olaylik. 2015 115 ming yurgan ekan. Молочный. Mashina holati yaxshi ekan. Bitta ko'ringlar. Anadan bitta olib qo'ysang zo'r tushadi. Общий kadr tushadi. Mashina holati yaxshiga o'xshatdi. Narxi nechi pul aka? 3,5 so'rashyapti. 2015 115 ming yurgan mashinaga. Hamsida pitnosi bor. Pitnosi bor ekan ham yo'g'ida. Ham tikti joyida pitnosi bor ekan. Qo'yon tozami yo'q? Toza. Videoga olib rozimisiz so'ramadim boshida. Nechta pul bo'lsa berib yuboramiz. Mana 5. Nechi pul? Eting. 3 ga aka. 3 ga, bundan kamiga Yo'q, kamiga yo'q. atak harakat qilib ko'rsanglar, bo'lib qolishi ham mumkin. Xo'p, nomerlarni bitta olib qo'ysan, aka rozi bo'linglar. Rahmat, sog' bo'linglar aka. Bu yoqdan sekin ketaveramiz. Amitda yana bitta Matizimiz bor ekan, 2016 345 ming. Gaz bor ekan. Gazi yo'q ekan, mashinamiz benzindagi. Birinchi so'rab olaylik. Aka, assalomu alaykum. Videoga olib turasizmi YouTube'ga? Shartnasizlar olmay qo'yaveradi. Videoga olib turasizmi? O'zingiz uchun olib Bo'l, xo'p. Nechta pul so'raymiz aka? Informatsiyalarni aytdik. 3000 so'raymiz aka. 2016 3000 so'rashyapti. 345 ming yurgan. Gazimiz yo'q, benzinda. Kraskalari? Kraskasi parokda 10 taraf bir yo'q bokda bor. Parok bilan naro bokda bor ekan. Nechta pul so'raymiz? 3000. Kami bor. Bir nima o'tib berasiz ustidan. Ustidan bir nima o'tib berasiz. Joni sog' bo'lsin aka. Nomerlarni olib qo'ysang.
Bu kim kerak bo'lsa telefon qilib bemalol baraka qolsanglar bo'ladi. Mana bitta yana bitta mashinamiz bor ekan. Assalomu alaykum. Olmasinmi videoga? O'zim uchun bitta so'rab qo'y. Necha pul qilib berasiz? 1650 bermaysiz. Yili nechi edi? 2009. Gaz bormidi? Ular olmay qo'yur ularni. O'zingni olmay qo'y. Gaz yo'q-a? Bormi gazi? Zo'r aka, barakasini bersin. Ko'pchilik baribir videoga tushish xohlamaydi-da. Hamma videoga tushib, anaqa qilsa, bunaqa narsa-da. Misol uchun bozorga kontent qilayotganingizda kimdir to'xtaylik videoga olmaylar desa, bittada nastroyeniyani tushirib, anaqa qilmaylar. Chunki hammani o'zini anaqasi bor-da, nimasi bo'ladi. Kimdirlar videoga tushgisi kelmaydi, kimdirlar tushib oladi, farqi yo'q. Avvalambor baribir so'rash kerak. Endi biz qo'ldan kelgancha so'rashga harakat qilamiz. Esimizdan chiqib qolishi ham mumkin. Baribir insonmiz. Xo'p, 2013 yil bestimiz bor ekan. Narxi 2400 ekan. Metan gazlari bor ekan. O'shalarning holati yaxshi ekan lekin. Videoga o'tirasizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar aka? Assalomu alaykum. Sizlar aka? Yo'q, olmaydi sizlarni. Mashinani o'zini oladi. Informatsiya to'g'risiz bo'ldi. Benzinda ekan. Propani bor aka buni. Yo'q, propanda ekan mashina. 2010 yil. Prebegini ko'rmadim. Tablo alishgan. Tablo alishgan ekan, prebegi yo'q, endi qiziq emas. Narxi 2400 dostlar. Necha pul qilib berasizlar? 200 beramiz, aka. 2200 ga bitadi. Shunaqa. Yaxshi narxli ekan, akalar. Sodasini bersin, charchamanglar, rahmat. Nomerlarni olib qo'ysang, mana bitta. Ani tushamikan? Propanda best. Yaxshi. Prebegi endi tablo almashganni hisobiga mamchi bilib bo'lmaydi ush bog'iga. Xo'p. Videoga o'tdi. Aka, rozimisiz? Assalomu alaykum. Siz charchaysizlar, yaxshimisiz? Rahmat aka. Zo'r. Sizlar aka, rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Xo'p, 2009 Mix mashinamiz 120. Shot spravkadan haydalgan, yengiligi. Shot spravkadan haydalgan? 01lari ham kichkina ko'p. Yengiligidan olingan aka mashina. Xo'p. 120 ming yurgan mashina. 120 ming prebekda nechta so'ramiz? 3100 domni o'tib beramiz aka. 3100 so'rashyapti. 3 joyda kraskasi bor, ichida bitta olib qo'yinglar. Holat yaxshi ekan, elegan disk keladi. Mashina yaxshi ekan. 3100 bo'lsa, necha pul bo'lsa berib olasiz aka? Beramiz aka. Sodasi bo'lsa xudo xohlasa o'tib beramiz. Bitta aytib qo'ying narx aka, ko'rib mazza qolishsin. 2800 qilib beramiz aka. 2800 ga egalar nomerini olib qo'ysang, telefon qilib, bemalol balki qolsanglar bo'ladi. Do'da assalomu alaykum. Ming bor uzr, ko'rmay qoldim. Arzonchisidan ham bor, bestimiz ham bor xolos. Mana buni isplagan 2018. Yo'q, qora banfirda chiqqanmi best? Qora banfer qo'yilgan. O'zingizlar qo'yib anaqa qilgansizlar-da. Xo'p, 2018 97 ming yurgan. Qora banfirlar taqib qo'yishibdi. 4 ichi shumka bo'lgan, 7 oylik tayyorlovka ruxsatnomalari bor. 7 oy bor ekan tayyorlovkasiga, shumkalar bo'lgan. Yangi balonga qo'yilgan, yaxshi balonlar. Necha pul qilib beramiz buni aka? Buni 4100 qilib beramiz aka. Kam yo'qmi 4100 dan? 4100 bo'ladi. Mashina holati zo'r. Ravon aka bu. Mejigar pultlari ham bor. Pult rulli qilib zo'r qilib qo'yishgan ekan mashinani. Egalar nomerini olib qo'ysang, telefon qilib baraka qolishadi. YouTube'ga olmasa, biz kesib qo'yaveramiz aniqiga aka. Rahmat. Xo'p. Matizlar narxini ko'rasizlar. Baribir endi suvda qotganda tepasida kelib suvda qilsanglar, ancha qo'ldan kelgancha arzon qolsanglar bo'ladi. Best bor ekan, avtomat haydayman deganlik mashinada. Kichkina petnochasi bor aka. Voy, tablosi Lasetti tablomi bu aka? Yo'q, shunaqa tablo bo'ladimi? Shunaqa qo'yilgan. O'zingizlar qo'yganmisiz? Yo'q, mashina qo'yiladi aka. 127 ming yurgan probega. Uni o'zingizlar qo'ydirganmisizlar avtomat qilib? 127 ming yurgan. Yili qanaqa edi? 12 yil aka. 2012-yil. Nechta so'ramiz? 3600 domimiz. 3600 ga best avtomat akalar 126 ming yurgan. Amchi yaxshi aka? Zo'r holat aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Petnosi bor, kichkinaga. Qayerda? Amti pitnosi bor ekan. Mashina holat zo'r ekan, mashina benzinda ekan. Avtomat korobka, egalar nomerini olib qo'ysang. Orqalari butunmi?
Yaxshi. Mashina zo'r ekan. Narxi ham zo'r. Ana mashina haydashni endi o'rganayotgan ayol qizlar bo'lsa, singillarimiz bo'lsa, olib bersanglar, ancha mazza qilib haydashadi. Kichkinaroq mashina haydab o'rgangan yaxshiroqda. Nomerlarini olib qo'ysang, nomer bormidi? Shu boyagi nomerda. Aka, barakasini bersin. Sog' bo'ling, rahmat aka. Xo'p. Matizlarni qo'ldan kelgancha oldi. Ana endi sekin bu yoqdan bitta tashlaymiz dedi. Mana Sparkliga sekin o'tib ketamiz. Ha, mashinani qarang. Bundoq. Akam bilan Instagramda urushib talashib 3000 ga qo'ydiruvdilar. Endi hozir ko'ramiz narxini. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? YouTube'da video o'tdi. Ha? Instagramga qo'yuvdik buni. Necha pul so'raysiz endi, aka? Men birinchi informatsiyasini berib ol. 2014-yil 150 ming yurgan mashina benzinli, kraskasi mana Kriloda bor edi shakl. Krilo bilan shinali Krilodami bor edi. Narxini 3000 deb keluvdilar, lekin boshqacha narx berdim. Urushib talashib mana shu mashinani kontent qilib qo'ygan edim men. 3 kun urushdi, aka, mana shu mashinani orqasidan siz bilan. Ayting, ko'rdingizmi? Azga o'sha kun narx berdim, o'sha narxni qo'yganimizda sotilib ketardi. Bersan. Sen ber. Men beradigan narxga, aka, xafa bo'lib qolasiz lekin. Ber. Necha pul qildi bozor? Beraversan. Bozor necha pul qildi? So'ramadimmi? 2 to'r qilib qo'yib yuborsa, aka. 2 to'r kam. Zo'r bo'ladi, aka. 2 to'r qilib qo'yib yuborsa, sotilib ketadi. Mashina yaxshi. Ishlarni topib qo'ying. Mashina yaxshi. Bilaningizki, aka, men bilaman mashinani, men sizni taniyman. Misol uchun mashinaga qarab haydaysiz, mo'yka qilib, hech mo'ykasiz yurgan kunini ko'rmaganman deb mashinani. Aytdim o'shanda, aka, 2400 qilib qo'yib yuborgandim, sotilib ketardi o'shanda. Ancha-muncha odam ko'rdim. 8 qo'yib beraman. 2800 qo'yib beraman dedim, aka. Bozorni bitta o'zim ko'rsam, bozor ancha narxlavasi boshqacha ekan. O'shanga, aka. Nomerlarni olib qo'ysam, aka, necha pul so'raysiz hozir bozorda? 6 so'rayman, taqalgan. 26. 26 bo'lsa beraman deb. 2600 ga 2014 150 ming yurgan best mashinamiz, ancha narxlari yaxshi. Benzinli-da, faqat gazi yo'q. Geni nima bo'ldi, aka? Genini qilib beradigan bo'ldinglarmi? Bo'ladimi geni? Bo'ldi, aka. Bozoringiz bersin, zo'r. Ko'rishasiz, shu video qo'ydim, sekin qoling, bo'lsa qaytaman, aka. Bo'ldi, aka, xo'p, sog' bo'ling. Xo'p. Ana endi bu yoqdan sekin Sparklarni olamiz-da, bu yoqqa Nexus'ga o'tib ketamiz ekan. Iloji boricha tezroq kontent qilib video qilishga harakat qilaman. Endi nimaga desanglar, gaplashib qolib ketamiz. Iloji boricha tezroq shu informatsiyasini berib, mashinani iloji boricha obzorini qilishga harakat qilamiz. Shu sizlar ham, misol uchun, vaqtinglarni ketkazmaysizlar degan maqsadda. Xo'p. Amitda mana bitta ko'ringlar. Cho'kda zo'r qilib qo'yishgan ekan. Spark mashinamiz 2019-yil 225 ming yurgan. 5 ming so'rashyapti. Holati yaxshi ekan. Ishlarni bitta ko'ringlar. Tonirovkalari bor ekan. Xo'p. Shuna holati yaxshi. Bitta so'ringlar, necha pul qilib bersa. Ishlarni bitta olib qo'ygan bu yoqdan. Aka, videoga olib rozimisizlar? Assalomu alaykum. Charchaysizlar, tushunasizlar, aka? Shuna holat yaxshi ekan. Tonirovka qancha bor, aka? Yo'qmi? 5000 so'rasizlar. Necha pul qilib berasizlar? 4800 ga 2019 225 ming yurgan nomerlarni bitta olib qo'ysang, ancha yaxshi. Cho'kda zo'r qilib qo'yishgan ekan. Bozor necha pul qildi, aka? Bozor qo'yadi. To'g'rini bermadingiz. Aka, bozoringiz bersa rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Xo'p. Xo'p. Bitta 2019 bor ekan. Metan gaz 3-pakkalini 12 ming degan probegi. Aka, videoga olib rozimisizlar? Assalomu alaykum, xormaylar. Yaxshimisizlar, aka? Charchasizlar? Assalomu alaykum, xormaylar. Tushunasizlar, aka? Charchasizlar? Diskili daqiqa zo'r qilib qo'yishgan ekan mashinani. Xo'p, 2019 120 ming yurgan. Voy. Ha, to'chkani bir oyoq qo'yib qo'ysizlar. Men 12 ming yurgan ekan sekin to'xtadim. Xo'p, necha pul so'rasizlar, aka? 6100 so'rayapmiz. 6100 kami bormi? 508 ligi bitadimi? Kanaldan telefon qilib qolsa, aka. Da xolisi. Qalbingizdan joy olib, akalar, telefon qilib balki qolsanglar bo'ladi. Nomerlarni bitta olib qo'ying. Boshdan holat zo'r ekan. Ishi yo'qmi, aka? Probeglari ham
Probeglarni ham yaxshi. O'zinglarniki tirikchilikmi? Gap bo'lishi mumkin emas, aka. Akalar rahmat, rozi bo'linglar, sog' bo'linglar. Xo'p. Yo'qdan sekin kelaveramiz. O'tgan bitta bor ekan. Mana bu yengisi bor ekan. Yangi qilib qo'yishgan bo'ladi. 2022-23 ekan. 21 ming probegda mashina benzinda ekan. Sizlardanmi aka? Egalari yo'q ekan. Ishlarni topib qo'ygan. Sizlardanmi aka? Ben okuyorum. Ben mi bize? Videoga o'tira olmasizlar? Assalomu alaykum. Tuzunsizlar, charchaysizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum xonim. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar aka? Tuzunsizlar? Necha pul so'rasizlar aka? Necha pul so'rasizlar? 7700 ga 22 ming probegda mashina holatini to'g'ri qilib qo'yishgan ekan. 2020-23 kraskasi qanaqa aka? Toza aka. Kraskalari top-toza ekan. Nomerlarni bitta olib qo'yaverasan. Bu yoqdan sekin chiqib keturamiz sekin, tepalarga qarab. Bozorni ko'ryapsizlar akalar. Kelib o'zingizlar baribir tepasida savdo qilsanglar, qo'ldan kelgancha amallab arzonroq qilib olsa bo'ladi. Mana bu yoqdan yana bitta Spark bor ekan. Egasi bormi-ku? Shuna holati qanaqa? Qani tepalarni ko'rchi, yaxshi. Sizlardanmi aka? Egasi yo'q ekan. Xo'p. 2020 ekan, 125 ming yurgan. Narxi yo'q ekan. Narxini bilish uchun mahalladan spravka 84 formi. Shunaqa narsalar qolish kerak. Hop. Bundan Sparklar bor ekan. Akalar, menimcha Sparklarning narx-navolarni ko'rdi, qo'ldan kelgancha. Endi hozir hamma mashinani olamiz desa, vaqtimiz yetmay qoladi. Ikkinchisini ham vaqtinglarni olmaymiz degan maqsadda qo'ldan kelgancha mana shu qolgan videolarimizni narx-navolarni bitta solishtirsanglar, o'rtasini olib, misol uchun pul bilan tushsanglar, bemalol baraka qilib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yoqdan sekin Nexus 3lardan boshlayveramiz. Egalari bo'lsa, mana bitta ham Nexus 3 bor ekan, metallida. 2017-yil 98 ming yurgan avtomat. Naqdga nasiya ham bor ekan, lekin narxi yo'q ekan. Egalari ham yo'q ekan. Qani bu yoqdan kelurchi? Sizlardanmi aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchayapsiz? Informatsiyasini berib bo'ldi, narxi yo'q ekan. 7,5 mingga. Xo'p, 2017 98 ming yurgan mashinamiz. Gaz bor edi? Gazi bor. Kraskalari? Mayda shunday pitnosi bor. Yo'q, bu yoqda pitnosi bor ekan. Necha pul so'raymiz shunda? 7,5 ming. Kami bormi? Sizni nomingizdan kelsa kelishtirib beramiz. Joningiz sog' bo'lsin aka. Videoga oldi, rozi bo'ling aka. Bormi yana mashinangiz? Hammasi menda. Nechta mashinangiz bor? Ehtiyot bo'ling. Mana Nexus 3 ham bitta ko'ringlar, mokri. 7200 ga 2017-yil 212 ming yurgan, gazlari bor ekan. Arendaga ham chiqargan mashina. Chiqaradi arendagami? Ichlarni topib qo'y, mag'lushning salonda. Rulni taqib qo'yishgan ekan. Zo'r mashina. Kraskasi qanaqa aka? Bitta krilo. Mana bu yoq. Mana bu yoq krilo kraska, qolgan joyi toza dotli. Ko'pincha avariyani odam ustasi bilan tushsa, ko'rib o'zi uchun aniq ketadi-da. Mana o'shanga. Nomeringizni olib qo'ydi aka, xudo xolisi, barakasini bersin, charchamanglar aka. Yo'qdan sekin Nexus 3larni ham narx-navosini ko'ramiz. 7,5 ming, 6800, 6,5 mingdan 7,5 minggacha bo'lgan oralig'ida yaxshi probegda, yaxshi holat saqlangan mashinani olsanglar bo'lar ekan. Sparklarni oldi. Xo'p, mana bitta M2 Nexus 3 bor ekan, lekin informatsiyasi yo'q ekan. Mana bitta bormi-ki informatsiyasi? Yo'q ekan informatsiyasi. Uy bilan 45 ming probegda 2020-yil. Lekin egasi yo'q ekan buni ham. 5 probegli chiqarmikan bitta ko'rsa. Lekin hidi hali yaxshi. Salonni hidi kelib turibdi. Yaxshi mashina. Gap bo'lishi mumkin. Shu narxini sizlardanmi aka? Assalomu alaykum. To'xtang. Videoga o'tira olmaysizlar? Yo'qmi qo'yaversinmi? Assalomu alaykum. Charchaysizlarmi aka? 2020 ekan, 45 ming yurgan, gazi bormi? Gazi bor ekan, 4-paketli, kraskalari top-toza ekan. Narxi 10 ming. Kami 908 qilib balki qorsanglar bo'ladi. Nomerlarini olib qo'ysang, aka, videoga oldi, rozi bo'ling. Charchamang aka.
9800 ga 45 ming yurgan 2022-yil. Yaxshi. Bu yoqda ikkita yana ko'zimizga tushgani, yoqqanini so'rab ketyapmiz. Atak amitdan bitta o'tib, Cobaltlarga ham o'tib ketsak bo'lar ekan. Xo'p, Nexus 3 chokko ranglardan bor ekan. Nima mashina olamiz? Ana olaylik. Yagona bo'lib turgan ekan o'rtada. Nexus 3 2018-yil 227 ming yurgan, metan gazlari bor ekan. Egasi bo'lsa, kraskalarni so'rab olardi. Shundan holati yaxshi qo'li taqib, evakor poliklar taqib qo'yishgan ekan. Egalari qayerda ekan? Kimlar ekan, aka? Egasi yo'q ekan. Bo'lsa ichkariga bu yoqqa o'tib turamiz. Assalomu alaykum. Bo'lmasa. Okay, yaxshisiz? Telefonni ko'ring. Siz charchayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Siz hammanmi? Yo'q, biz yana qarab yuribmi? Mashina qarasizmi? Nima mashina? Nexus 3. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchaysizlar? Yaxshimisiz? Zo'r aka. Tuzimsiz? Zo'r ovorasan. Ha, YouTube kelsa ekan, video qotuvdik, o'shanga. Okalar? Chiq bizani joyga. Xudo xolis ko'rishamiz, aka. Ana endi mashinalar. Bo'ldi, aka. Kirib ketaman. Xo'p. Xo'p. Bu yoqda mana Cobaltlardan sekin boshlaymiz. Cobalt mashinamiz bor ekan. Sizlardanmi aka? Assalomu alaykum. Videoga o'tib rozimisizlar aka? Yaxshimisizlar aka? 2019-yil 256 ming yurgan. Kraskasi? Kapot, bagaj, kraska, metan gazlari bor ekan. Chinibdi ko'ringlar. Hidi qanaqa? Yaxshimi? Chap qiloyimizda mana shu ozgina ketma tushib qolgan. Mamitda pitnosi bor ekan. Etingmi qattaligini mana Mamitda. Mana Mamitda pitno tushgan ekan. İşte pitnosi bor ekan. Narxini nech pullaymiz aka? 9 so'rab turibmiz. 9000 deyishyapti. Nech pul qilib berasiz? 8,5. 8,5 bo'lsa, kanaldan telefon qilsanglar, bemalol balki qilib ketsanglar bo'ladi. Eng qizig'i geni bormi? Yo'q, geni yo'q. Shaharga bo'lsa-chi? 5 soat qo'ying, aka. Joningiz sog' bo'lsin. Charching. Aka, rozi bo'ling. Rahmat, aka. Xo'p. Bu odam bunday aylanib chiqib ketsa, hamdan ham bitta olamiz. Hozir ichkariga kirsa, ichkarida azgicha qolib ketib qolamiz. Shuning uchun iloji boricha 4 ta 5 ta video qilib olamiz. Assalomu alaykum. Yili qanaqa ekan, aka? 26 o'zi. Assalomu alaykum. Videoga o'tib rozimisiz? Xo'p, 25-26 ekan. Yangicha ham tablolada. Prebegi qanaqa aka? Prebegi qanaqa? 3000 yurgan ekan mashinamiz toza ekan. Kraskasi qanaqa? Kraska toza. Gazi bormi? Benzinda mashinamizni nech pul so'raymiz aka? 12400 ga 3000 yurgan 25-26. Kami bormi? Oxiri 2400. Barakasini bersin aka. Charchamaylar. O'tgan kuni 2025 16000 yurgan benzinda 2025 16000 yurgan benzinda kraskasi top-toza, 4 ta yaxshi ballonligini 11500 ga qo'ydimmi? 11500 ga qo'ydi. O'zim o'rtog'im mashinasi edi. 11500 ga qo'ydi. Ancha arzon qo'yibman lekin. Xo'p, 2022 ga 29000 yurgan metan gazi bor ekan. Metan gazi bor, egasi bo'lsa, buni so'rab olaylik. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Videoga o'tib rozimisiz? Xo'p, ismi so'ramiz aka? 10200 kami bormi? 908 ligi bitadimi? 10 mingga bitadi. 10 mingga bitadi. Nomerlarini olib qo'ysang, kraskasi qanaqa? Kraskasi bu 22 bo'lsa, kichkina pitnosi bor orqa kriloda. Orqa kriloda kichkina pitnosi bor ekan. Xo'p. Cobalt olamiz ham endi 2-3 ta Cobalt. Tepadan bundoq olamiz deysiz, sekin gentriga tushib ketamiz. Xo'p. Cobaltlarning narxini ko'rasizlar. Qo'ldan kelgancha o'zingizlar aylangandek qilib narx-navolarni gaplashib yetib ketyapmiz. O'zingizlar o'shanga qarab narx-navo chiqarib olasizlar. 2025 ekan, mana shu bitta ko'ringlar. 2025 kraskasi top-toza, 4 paketli gazi bor, 4 ta yumshoq balon, monitor, registrator, start stop. Pesочный fari nima u? Ha, orqasi.
polik chexol. Sizlardanmi aka? Videoga ot, rozimisizlar? Sizlar olin. Mashinani olaymisan uni? Siz olmaydi aka, mashinani olin. 12,5 ming. 12,5 mingga 2025 kraskasi toza. 45 ming yurgan ekan. Mana akam aytibdilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimsiz? Charchaysizmi? Kraskasi toza. Xo'p. 2020 2025-yil 23 ming yurgan ekan, propan gazlari bor ekan. Kraska toza, ballon yangi. 23 ming bo'lsa 12 ming so'rashayotgan ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. O'tgan kuni 2025 16 ming yurgan kraskasi tozani Instagramga 11500 ga qo'ydik. Yaxshimi narxi? Ega, ko'pincha bu yerda tirikchilikda. Do'da rahmat. Sog' bo'ling. 22 Neç billas? 18 ga 2022 kraskasi toza dotdilar. Salonni ham qo'y. Holatini endi mana bir videoda nima desa bo'ladi. Ko'z bilan ko'rganchalik olib berib bo'lmaydi-yu, lekin qo'ldan kelgancha harakat qilib qo'yib beramiz. Nomerlarni olib qo'ydingmi? Nomerlariga ba'zida telefon qilib, misol uchun oladigan bo'lsangiz, telefon qilib baraka qolsanglar bo'ladi. Shu joyiga bizni sekin bu yoqdan endi Gentraga o'tib keturamiz. Hamchi Cobaltlarni ili arzonroq Cobalt qidiramiz ham. Arzonroq Cobalt. Lekin bu yoqda ko'pincha narxi pashti bir xil bo'ladi. Nimani hisobiga ko'pchilik bu yoqda ko'pchilik o'zligi tayyorlab olib chiqishadi, tirikchilikda bo'lishadi baribir. Bu yoqdan 12simiz bor ekan. Gentramiz bor ekan. Xo'p, 2024 kraska toza, prebek 20 ming, 200 mingmi? 20 ming prebekda 15 ming. Gentra mashinamiz. Qimmat emasmi? Qimmat-a? Yo, men tushunmayapman nima bo'layotganiga. Ancha qimmat 15 mingga. Biz bitta okaga Monza olib berdik. Hozir hozirdan 2023 30 ming yurgan, kraskasi toza. Oldi bron bo'lgan Monzani 14 ming 100 ga baraka qiluvdik. Ikkita oldi xolos. Oka Gentra olaman tushuvdilar. Okani yaxshi kinnalar dedi. Yo'qdan kirdi dedi. Oka Gentradan ko'ra Monza oling. Monzani navroti ham ko'proq, yaxshiroq Monza deb 14 ming 100 ga Monza olib berdik. Yaxshi. Yo'q, sekin ko'ringlar. 2018 126 yurgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Siz videoga ot, rozimisizlar? Charchaysizlarmi aka? Xo'p, 2018 126 ming yurgan. Kraska qayerda bor aka? Ikkita eshikmi? Ikkita eshik nariroq kiradi, kraskasi bor ekan. Holat yaxshi ekan. Monitormi nima anaqa? Panel qo'yib qo'yishgan ekan. Xo'p, chexoli taqib, yo'q qo'yishibdi. Ismi so'ramiz. Propani bor ekan. 2018-yil 126 ming yurgan, kraskasi ikkita eshik, propani bor. Nechmi so'ramiz? 8-6. Keyin motorda prokladkani kuydirib qo'yganman. Antifrizsiz yurib qo'yganimda. Ayb shunda motor ketibdi, motor bo'lmagan. Prokladkani o'zini almashtirgansiz. Bo'ldi, aka. 8 ming 600 oldim. Nechta pul qilib beramiz, aka? Yo'q, kami yo'qmi? Kelishtiramiz. Bor, kami, aka. Telefon qilish kerak-da. Telefon qilib, mashina tepasiga kelsanglar, misol uchun 8600 otgan bo'lsalar, pul bilan kelsanglar, misol uchun arzonroq olib ketsanglar bo'ladi. Naqdga kelishsin, gaplashamiz. Ringdagi ham chiqadimi? Yo'q. Naqdga kelishsa, men o'zim boshqa mashina olmoqchiman, elektromobil. O'shaning uchun ustiga qo'yib olaman-da. Sanasi kelishtiramiz. Joningiz sog' bo'lsin. Nomeringizni olib qo'ydi. Aka, bargasini bersin. Yuklari ham bor ekan. 3-paysda adashmasam. Xo'p, 2023 84 ming yurgan. Mashina bitta so'raydi-da. Assalomu alaykum. Siznikimi aka? Yaxshimisiz? Videoga ot, rozimisiz? Charchaysizlar? Nechmi so'ramiz aka? 12,5 kraskasi. Bu xo'p, 2 euro shakli, 3 euromi, 2 euromi? Lyuksiz varianti. Lyuksiz variantimiz bor ekan, 12 ming dotdilar. Kraskasi qayerda bor? Kraskasi yo'q, toza ekan mashina. Ballonlari ham yaxshi ekan. Gazi bormi? Gaz propani.
propani bor ekan. Nomerlarini olib qo'ysang, mabodo telefon qilib balki qorsanglar bo'ladi. Endi shu joyiga 3-4 ta qora jentrallardan olamiz. Jentralni qop-qorasidan, narxi arzonidan bo'lsa, xo'p, toza 100%, bir qo'l 2023, 24, 6000, nima 6000 km, 6000 yurgan. Naqd bank nasiya, to'xta, orqaga qaytdi bu yoqqa. Bu yoqqa yur. Bu yoqqa yur uroqqa. Bank degan yozuvni ko'rsam, sal anaqa qilib qolaman. 2023, 24 ming yurgan, 100 ming. 100% kraska toza, Malibu navrati bor ekan. Sizlardanmi aka? Sizlarki asmi? Moshinasi zo'r ya'ni. Polirovka bo'lganda, polirovka qilib, pohodu keramika ham qilishgan. Sizlarni bitta olib qo'yamiz. Nima navrat bo'lsa, nima kerak bo'lsa, hammasini qilib qo'yish kerak. Nike printli qilib, Malibu bar, Malibu rul. Sizlardanmi aka? Assalomu alaykum. Videoga o'tib rozimisizlar aka? Charchaysizlar? Polirovka keramika bo'lgan. Navrati bor. Gaz bormi? Gaz yo'q, propanchi. Propan ham yo'q. Benzinda. Yo'q, ani propan bilan Benzinda aka 24 ming probek. 24 ming yurgan ekan. Necha pul so'raymiz? 15,5. 15,5 so'rashyapti. Nomerlarni olib qo'ysang, qiziq bo'lsa, telefon qilib balki qolsa bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Kraska probek bemalol tekshirib. Kraska prebegini ustinglar bo'lsa, bemalol kelib tekshirib olsanglar bo'lar ekan. Bemalol telefon qilib balki qolsanglar bo'ladi. Jentrallar shuni qilmay, yana ozgina ko'tarilib qopti. Jentran gap bo'lishi mumkin emas. Oqini bitta ko'ringlar, oqi qanaqa narx ekan. Xo'p. 2020 propan 4-paketini 64 ming yurgan ekan. Kraskalarni egalari bilan so'raymiz hozir. Sizlarmi aka? Assalomu alaykum. Videoga o'tib rozimisiz? Videoga o'tib rozimisiz? Assalomu alaykum. Charchayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi aka? Xo'p, u esdan chiqib qoldi o'sha. 2024 midi? 2020. 2020 64 ming yurgan. 64 ming yurgan. Kraskasi toza. Aha. Nechta so'ramiz? 10600. Yaxshi, narxni ko'tarilib qolibdi. Aka jentrallar. Yani qoralarni 15,5 ming so'rashyapti-yu. O'shanga oqini ham bitta ko'ring. Prebegi zo'r ekan. Yiliga prebegi zo'r ekan. Ha, probek. Kraskasi Toza. kraskasi toza. Ustinglar bilan bemalol kelib, bemalol kelib ustinglar bo'lsa, yaxshi shunday ustinglar bo'lsa, kelib prebeklarimni ko'rib olsanglar, 10,600 ga 2020 lik prebegi zo'r ekan. O't berasizmi endi bu narsa? O't berasizmi bu narsa? O'zimiz o't beramiz. Tekisga bitarmikan? Yo'q, tekshirib. Agar pul bilan kelib, misol uchun tepasida savdo qilsanglar, aytayotgan narxlaridan ancha arzonga olib ketsanglar bo'ladi. To'g'rimi aka? Joningiz sog' bo'lsin, nomerlarini olib qo'ying. Nomerlari bilan sekin telefon qilib balki qolsanglar bo'ladi. Aka, rahmat. Rozi bo'ling aka. Ana bo'lmasam. Oqini ham bildik, qorasini ham narxini bildik. Nima ekan bitta ko'ringlar. Qora jentramiz, full namarod 2023 78 ming metan gazlari bilan. Ichini olib qo'yamiz. Full navrut deganda menimcha mana shu Malibu rul, Malibu bar bo'lsa kerak. Boshqa nima navrut bo'ladi? Shumkasi bor ekan mashinamizdan. Egasi yo'q ekan qizig'i. Mayli. Egasi boridan bitta ko'ringlar. Mana bitta egasi bor ekan, Amerikan keladi. Assalomu alaykum. Videoga o'tib rozimisiz aka? Yo'q. Olmasinmi? Sotildi. Ha, sotildimi? Necha pulga? 13,5 ga 2022-yil. Prebegi qanaqa? 60 ming yurgan mashina. Gap bo'lishi mumkin emas. Navrat nima navrat bor? Bitta ko'rsa bo'ladimi? Malibu bar, Malibu rul, monitor. Gap bo'lishi mumkin emas. Mashinalar sotilyapti, jentl olyapti odamlar. Gap bo'lishi mumkin emas. 2023-yil. Akam uxlayotgan ekanlar, 5 ming qo'yamiz. Narxi bo'lganda aytib o'tib keturardi. 2021 bor ekan. Mana bitta ko'ringlar. 2021. Mana nima? Zo'r tushunmayman, zo'r tushunganimda aytadim. Xo'p, 2021, 22 kraska toza 66 ming yurgan ekan. Ichlarni bitta olib qo'ying. Sizlardanmi aka? Sizlardanmi? Videoga o'tib rozimisiz? Necha pul so'rashyapti? 11 ming. 11 ming so'rasizlar. Necha pul qilib berasizlar? Yarim.
10,5 ga bitadimi? Bu uzunroq minbar. Sizlarga minbar uzun. 21 66 ming yurgan, 10,5 mingga bitadi deyaptilar. Klassikasi toza deyaptilar. Iloji boricha klassika bilan. Ha, qani? Ana. Klassikamiz, mana bitta pitnomiz bor ekan. Amki laminatsiyami? Laminatsiya qilingan ekan. Pitnosi bor ekan, kichkina miniatyurasi bor ekan. Kosmetika qildirib olsanglar bo'ladi bu yog'ini. 10,500 otdilar. Necha pulga bitkazib olamiz, aka? Oxiri 10,500. Oxiri 10,500 mi? Undan kami yo'qmi? Joninglar sog' bo'lsin, nomerlarni bitta olib qo'ysang. Aka, videoga olib rozi bo'ling. Joningiz sog' bo'lsin. Xo'p. Narx-navolarni ko'rdinglar, jentralarni ko'rdik. Iloji boricha o'sha o'rtasini oldik. Ko'pini egasi yo'q. Egasi bo'lsa, egasi bilan olardi 23-24. Sizlardanmi aka? Sizlar oling, videoga olib rozimisizlar? Sizlar oling. Sizlar charchaysizlar. Xo'p, 23-24, 45 ming yurgan ekan, mashina benzinda. Ichini bitta olib qo'ysang, Malibu bar, rul, uzun aka. Nechmi so'ramiz aka? 14600. 14600 ga klassikasi toza. Toza, любой проверка. Любой проверкаga zaman doptilar. Ustilar bo'lsa kelib ko'rib beramiz. Boshqa любойga ko'rsa orasida doptilar. 14600. 600. Kami? Polni shumka, tonirovka, ruxsati bor. Oldi orqa Qancha vaqt ruxsati bor? 4 oy. 4 oy. Necha pul bo'ladi? Oxiri. 1-2 so'm o'tib beramiz. Sizni Oxirini. analizdan kelasiz. Bitta oxirini ayting aka. 300 qilib beramiz. 14300 ga. Joningiz sog' bo'lsin. Sodingizni bersan aka. Nomerlarni olib qo'ydingmi? Joningiz sog' bo'lsin. Qo'ling olib ketmadimi? Charchamadingmi? Xo'p. Ikkita jentra olamiz. Shu bilan o'tib keturamiz. Shunki bir qo'l 2019-2020 benzinda naqd nasiya savdo beriladi. Hamma nosim bo'ladi. Kimniki ekan aka, sizlarnikimi? Telefon yapmashotgan ekanlar. Gazi bor ekan mashinani. Tonirovkasi bor ekan. Ichlarini topib qo'yilib, monitorladi. Avtomat коробка, 3-pozitsiya. Holat yaxshi ekan mashina. Mayli, egalar telefon yapmashotgan ekanlar, besta qilmaymiz. Hech kimga vaqtini olmaymiz. O'zingizlar sizlar ko'rayotgan odamlarni ham, o'zimiznikini ham qo'ldan kelgancha ana endi jentradan o'tib, misol uchun ana qilib o'tamiz. Bu yoqqa to'ram jentraga. O'shani 12 yo'lga o'tdi deb o'yladim. Monzamiz bor ekan bu yoqda. 1,5 2023 avtomat 23 ming yurgan. Klassikasi top toza ekan. Kimdan ekan aka? Sizlardan videoga olib rozimisizlar? Assalomu alaykum. Nechta so'rasizlar aka? Buni 15800 so'radim. 15800 kami bormi? Kami bor. 23-yil 23 ming yurgan. Kraskalar toza. Gap bo'lishi mumkin emas. Payrovka qilganmisizlar? Ha, qilingan. 15800 800. 15800 ga Monza mashinamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Ketdi. Davom etamiz. Amitda oqimiz ham bor ekan. Akam gaplashganlar keladi, qochib bordilar. Xo'p. 1,5 atmosferniy 42 ming yurgan ekan. 2023-yil. Klassikasi toza ekan. Sizlardanmi aka? Sizlardan emasmi? Narxi yo'q ekan. Jigering salonligi ham bor ekan. Ko'rmagan ekanman, endi ko'rdim. Ketdi. Akalar bu yog'iga pastda hamma mashinalarni oldi. Ana endi Malibu, keyin iloji boricha 2-3 ta markalarni olamiz. 2-3 ta deyman-u, qiziq yog'iga o'tib ketib qolaveradi-da. Xo'p, bu yoqda anaqa joy bor ekan-chi. Tasavvur qilinglar. Mashinani umuman tushunmaydigan odam bo'lib tushamiz-da. Iloji boricha u informatsiyani egani o'zidan olaveramiz. Nima deydilar shunisiga? Ketdi ekan. Xo'p, mana bu yerda Kia Sorento bor ekan. BYD single mashinamiz bor ekan. Mana shu bitta so'raylik. Aka, videoga olib rozimisiz? Videoga olib rozimisiz? Assalomu alaykum. Keling. Men siz Abdur Quriydimi? Ya, bo'ldi. Assalomu alaykum. Charchasiz. Informatsiyasini bitta berib yuboring, aka. Bo'lmasa aytib qo'yaman, 2023-yil 2023. pasportli. Aha. Hop, kraska orqa bitta eshikda. Aha. 97 ming probeg. Nechta so'ramiz? 12700 so'ramiz. Faqat meni olmasdan. Yo'q, men o'zi anaqa qiladi-da, biz gaplashaveramiz, o'zi mashinamiz o'rib qo'yadi.
12700 so'rayapmiz. Necha pul qilib beramiz? 12,5. 12,5 zo'r. BYD sigil mashinamiz yoki. Nomeringizni bitta aytib yuboring. Hop. 70li 70li 075 075 4455. 4455. Aka, rozi bo'ling. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Yo'q, YouTube'ga qo'yadi aka. Ha, yo'q, o'zingiz olmaydi. Mashinani o'zini sekin o'tib ketamiz. Assalomu alaykum, xonimlar. Assalomu alaykum. Xonimlar, assalomu alaykum. Siz charchaysizmi aka? Videoga olsa bo'ladimi? Olmasinmi? Xo'p. Ketamiz sekin. Shunaqa joyi ham bo'ladi. Endi ko'pchilik videoga tushish xohlamaydi. Shu joy bo'ladi, ham bitta so'raymiz. O'xshasa o'xshadi. Assalomu alaykum. Aka videoga olsa bo'ladimi? Bemalol. Joningiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum. Sizlar aka? Assalomu alaykum. 35 ming yurgan. Nima mashina? Bumi? Ha, Taxodan boshlaymiz ham. Taxo mashinamiz bor ekan. Men bo'yim 1.75 kattaligini qarang. Turbo bor ekanda, zo'r ko'rinadi. Xo'p. Ichi ochiq ekan. Ko'rsa, men hech qanday informatsiyasini bilmayman. Iloji boricha egasi bilan olsa yaxshi bo'lardi-yu, ham lekin yozilgani bor ekan. Taxo 2023-24-yil 30 ming pul bekitgan ekan. Eshigini shuni yopib qo'yinglar. Necha pul so'rayapmiz aka? 75 ming so'rashayotgan ekan. Nomerlarini olib qo'yadi. Mabodo telefon qilib baraka qolaverasizlar. Aka, rahmat. Ko'pchilik videoga tushishni xohlamaydi. Shuning uchun bu yerda endi iloji boricha so'rab, bu qilib. Sizlardanmi aka? Salom, videoga olsa bo'ladimi? Assalomu alaykum. Mana buni olinglar, buni. Charchaysizlar? Assalomu alaykum. So'rashib qo'yinglar aka. Yaxshimisiz? Akalar videoga bilan tushmas ekan. Xo'p, 2024 110 ming yurgan ekan. Oppani, prezident sovg'asi kimniki bo'ldi endi bu? Ishlarni topib qo'ysang. Hamma yaxshi niyat qilgan odamligi, mashinaga zo'r mashinalar buyursin. Narxini bitta so'raymiz, sekin yog'iga o'tib ketaveramiz. Necha pul so'raymiz aka? 80 ming? 80 ming so'rashayotgan ekan. Akam gaplashganlari ham kelmadi. Shu joyiga men bitta tashlaymiz edi, ham orqasiga o'tib ketamiz. Ammo orqalarda ham, misol uchun, mashinalar bor. Gaplashib qo'ldan kelgancha videoga olamiz. O'z boshidan ko'pchilik videoga tushish xohlamadi bu yoqda. Hamma ham tushirmaydi lekin videoga. Primerlar bor ekan bu yoqda. 2024, 2025, 24-25 ekan. Sizlardanmi aka? Videoga olsa bo'ladimi? Assalomu alaykum. Charchaysizmi aka? Yaxshimisiz siz aka? Charchaysizmi? 32 ming so'rashayotgan ekan. Buni kuzib burun bo'lgan ekan, shumkuli bo'lgan ekan. Nomerlarga telefon qilib, bemalol baraka qolsanglar bo'ladi. Yaxshi ekan mashina. Aka, rahmat. Amnaqa narsada ko'pchilik bor. Misol uchun biz birinchi marta chiqamiz, birinchi emas, bozorga endi ikkinchi marta chiqamiz-da. Ko'pchilik ani mensimaganroq qilib qaraydi, ili tanigan bilganlar biladi, endi ko'pchilik bilmaydi. Mensimaganroq bo'lib qarashadi, boshqa qilishi. E'tibor berish kerak emas. Iloji boricha, misol uchun biz kontent qilgani sizlar uchun tushyapmiz. Iloji boricha o'sha narx-navolar bilan aytib o'tib ketaveramiz. Ketdi o'saga. Namatda BYD mashinamiz bor ekan. S08. Yaxshi mashina, faqat ko'pchilik hadoyi jo'ski deyshadi. Lip motor Sion 6 bilan pashti bir xil bo'ladi kuzovda. Sal yo'g'ida farqi bor. Faralarida ko'rinishi pashti bir xil. Vito mashinamiz bor ekan. K5 mashinamiz bor ekan. Endi shu joyda okalar to'g'risini aytaman. Xo'p. Ozgincha vaqtimiz qisqaligi uchun bu joyini videoni kommentiga yozib ketsanglar, keyin safar bu yoqlardan kelib boshlaymiz. Kimga qanaqa mashina qiziq bo'lsa, yozib ketsanglar, qo'ldan kelgancha harakat qilib olamiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosib olasizlar. Iloji bo'lsa, obuna bo'lib qo'ysanglar, bu ham bizga ozgincha motivatsiya bo'ladi. O'shanga qarab biz ham kontentimiz yoqayotgan bo'lsa, keyingi bozorlarda tushib, qo'ldan kelgancha ko'proq informatsiyalar bilan harakat qilib video olishga harakat qilamiz. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Telegram kanallarimizga, Instagramlarimizga ulanib qo'yinglar. O'zinglarni asranglar.